Prezidentimizning joriy yilning 12-avgust kuni yakka tartibdagi tadbirkorlar hamda o'zini o'zi band qilgan shaxslar uchun qulay shart-sharoit yaratish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori qabul qilingandi. Mazkur qaror mazmun mohiyatini yakka tartibdagi tadbirkorlar va o'zini o'zi band qilgan shaxslarga keng targ'ib etish maqsadida Surxondaryo viloyatining shahar va barcha tumanlarida keng ko'lamli tushuntirish ishlari olib borilmoqda. Targ'ibot tadbirlari jarayonida tadbirkorlik faoliyatini yuritishda raqamli platformalar orqali xizmatlardan foydalanish imkoniyatlari, xususan Paynet ilovasining xolis xizmat turi juda qulay va samarali ekani haqida batafsil ma'lumotlar berilmoqda. Mazkur ilova orqali barcha to'lovlarni yagona platformada qabul qilish imkoniyati ish jarayonlarini ancha soddalashtiradi. Xaridorlar QR kodli skaner qilish orqali naqd pul, bank kartalari yoki elektron to'lov usullaridan foydalanib hisob-kitob qilishlari mumkin. Bu esa savdo jarayonidagi ortiqcha ovoragarchiliklarni bartaraf etishga xizmat qiladi. Shuningdek, hisob-kitoblar, cheklar va buxgalteriya hisobotlarining ilovaning o'zi orqali avtomatik yuritilishi rejalashtirilgan bo'lib, bu tadbirkorlar uchun vaqt va mablag'ni tejash imkonini yaratadi. Qaror doirasida nazarda tutilgan eng muhim qo'llab-quvvatlash choralaridan biri aylanmadan olinadigan soliq stavkasining 4% dan 1% ga tushirilishi bo'lib, bu tadbirkorlar uchun katta rag'bat va yangi imkoniyatlar eshigini ochadi. Olib borilayotgan targ'ibot ishlari davomida mazkur yangiliklar tadbirkorlar va o'zini o'zi band qilgan shaxslardan katta qiziqish uyg'otayotgani amalda guvoh bo'lmoqdamiz.